1 2 3 qo'limda qolmadi ko'sh deb turkiy she'rim bilan 1 yil oldin qurganimiz barbekuni kaplamasini yopishtiramiz. Shahardan kerakli narsalarimizni oldik, mashinaga soldik, aravaga yuklab uyga tashladik. Kelir kelmas kalakimni tayyorladim. O'zbekcha ismini bilmayman. O'zidan turkiya olgan qizlarga o'xshayman. Rahmatli Hojiboy Tojiboy aytganlaridek, bizda to'ylarda to'riga traktorchilarni mo'tabar qilib o'tkazsa, Turkiyada esa ustalarda o'tkazadi, chunki ustalar juda ham qimmat. Voy sharmanda, shu arzimagan kes yopishtirish ishi uchun $100 pul so'rabdi. Toshini tersin, ashada o'ynasin. Men tug'ma talant, ustaman. Men o'zim tupurglab yopishtiraman. Bu yerda doktor bilmagan ishni menga o'rgatyapti. Po'xta yebsan deb o'zim bilganini qildim. Ha endi nima deysiz? Paqiriga ikkita bosh sig'maydi. Xo'p deb kutilamiz. Bu yerda xuddi jahon chempioni bo'lib medal olgandek xursand bo'lishimni qaranglar. Bu yerda hamma yoqqa burun tiqishda oqibat qoch kuyasan, hoy kuyasan, ana kuydin deydi-yu. Yo'ldan ozgina ko'cha tomon oldik. Bizni mehmonlarimiz bodringni yaxshi ko'rishadi. Bodring baklajon olib ektik. Butun kun ish qildik, zerikdik. Orada erimga prank qildim. Yoqdim. Turkiy she'rini kuydirgan o'zbek deb novostiga chiqmasam bo'ldi. Yakshanba kuni ertalab onalar kuniga bolalarim o'tab ketdi. Molda bo'lashdi shekilli. Turkiy she'ri menga qarab nima deydi? Seni olsam itni ishlataman deganman deydi. Men gapdan qolamanmi? Seni eshikda ishlatyapman hamda bolalaring bilan dedim. Barbekuni verandani yuvib tozalagandan keyin tapchanga o'tib ketdik. Bir kun oldin yomg'ir yog'gani sababli qurilishni kutdik, supurdim, zimparaladim. Yaxshilar zimparalash kerak, chiqqan joylar bir joylarimizga kirib ketmasin endi. Sevdosh Do'nqayvon nima qilyapsan? Ayt. Bu yerda kuchli olov bilan yoqish ishlami qilyapmiz, rangi o'zgarishi uchun. Bitdimi? Bitmadi albatta. Endi esa varnik suryapmiz. Varnik nima deb so'rashingiz mumkin? Taxtalarga suv o'tkazmasdan qo'rib, uzun yillar bizni o'lganimizcha chidashi uchun. Bu churvakalar meni shogirdlarim, ishlagan ishlaydi degan joyi. Ustachilik ishi bitta, endi gullarimga ham e'tibor bering, o'tlarni yulib xafa bo'ladi mendan. Shuncha gulakdingiz, nimaga gullaringiz hali ham ochilmadi deb savol berishibdi. Bizning qishloqda oti Sovuchak ismi bilan kech ochiladi va bizda sovuq. Shu o'tlarni bezbet kelinlarga o'xshataman, yulsang ham chiqaveradi. Bu yerda klor va suvning kirliligini o'lchaydigan qanaqadir tomchi bor, shuni test qildik. Bu yerda unaqa issiq emas, lekin bolalar va dadasi maza qilib cho'milishdi. Qaranglar, shu supurayotgan joyda qafas bordi. Uni olib tashladik, qanchalik ochilganini ko'ryapsizlar. Kechki zakaz anjancha lo'la kabob. Keldi, maza joyi keldi. Mana ishlar tugadi, kech payt hamma yoq top-toza. Qishloqda 8 dan keyin o'zi hayot tugaydi. Hamma uyiga kirib ketadi. Mashinalar o'tmaydi, qushlarning ovozi, sokin muzikani ochasizda va mangalingizni yoqib, maza qilib oilaviy o'tirasiz, dam olasiz. Boshlagan ishlarni sekin bitiryapsizlar deganlar uchun haftada 2 kun kelamiz. Buni ham inobatga oling. Birinchi mangalimizni ham pishirdik, juda ham sog'lom, menga yoqdi, sizlarga ham yoqdimi? O'z fikringizni kommentariyada kutib qolaman.